Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz ko'rib turganlaringizning shu xonadonimiz bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim deb giradigan bo'lsak, yerimiz, oyoq tiylarimiz полностью брусчатка etib, chiroyli etib zetilib turibdi ekan. O'ng qo'limizda shunday letni kuxni desak ham yana bo'ladi. Chiroyli etib Toshkentskiy fasonda etib zetilgan ekan. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. 190 kvadrat dedilar. Berimizde letni tuvalet ham bor. Yine berimizde darvozalari, eldinde mestaları bor. Cho'tka etib joyimiz zetilib turibdi yine. Joya görüp özleriniz baxa berarsizlar. Narx ham zo'r narxda bo'ladi. Yo'g'ri ta'mirdan chiqib chiroyli bo'lib turibdi joyimiz. Hem elden keng tushgan hurmatli yurtdoshlar yine. Bundan elden bayana keng tushunning berem. Bundan foydalansa bo'ladi. Zo'r mestasam Ag'abek Sobirovni yanında bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, mestasi zo'r joyda joylashgan. Tak yine yerimizde xonadonimiz laminat pol oyoq tiylar gilamlar tashalib turibdi. Remontdan umuman gap bo'lishiga zo'r etib remont etganlar. Joyimiz eng zamonaviy remont etib qo'yibdilar. Yine perdelarni qo'yganlar, lyustralar, ko'rganlaringizdek chiroyli. Girganimizda o'ng tarafimizda rakovinalar, aynaları qo'yilgan, yaxshi sifatlisidan kafellarni qo'yib qo'yibdilar. Hamma narsani originalidan qo'yilgan. O'ng qo'limizda esa kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimizda alohida xabaringlar planyorka zo'r zetilgan. Yine ko'rib turganlar chiroyli etib remont etib qo'yibdilar. Perdelarga qarang. Gaz plita, gaz, svet, sudan muammo yo'q. Gaz plitalarni ham yaxshisidan, eng zo'ridan qo'ydim dedilar. Ishkalar bor, mebelini qarang, zo'ridan qo'yganlar. Kuxnining birimizda xolodilnik qo'yiladi, kir mashin, televizor qo'yib beriladi. Shu pulni ichida bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Ko'ringlar, berimda esa dual-kontenli katyonlar bor yana. Yaxshisidan qo'yilgan. Joyimizga qarang, zo'r kuxningiz ham zo'r ekan, ajoyib kuxningiz. Tak, shunda doğrumuzda katta bir zala bo'ladi. Ishlarni ahamiyat beringlar, zo'ridan qo'yilgan. Yine zo'r, vobshin zo'r. Lyustralar, remontdan alohida beringlar. Patolog qarang, zo'r etibdilar, vobshin zo'r. Berimizde perdeler var, perdeler akuratni. Bir yanında bağa bak hurmatli yurtdoshlar, birden çıkıp bemalol dam olib şeyde oturup joyi boshqa bağ tarafı. Birine mine yönüyle zo'r etib qo'yibdilar. Bir dona televizor qo'yib beriladi. Joyimizga gilamlar ham tashab qo'yibdilar, zo'rindan yaxshisidan. Bir yanimizda o'tadigan bo'lsak, berinde zinon tengda shuning bir joyi bor, foydalanasizlar. Mana qo'ysangizlar, ishlasangizlar bo'laveradi bemalol. Berimizda o'ng qo'limizda esa sanuzeli, ya'ni oyoq tiylar kafe, da patologdan kafe qilingan, chiroylisidan yaxshisidan. Real firmasining aristollari qo'yib o'tilgan. Rakovinalar ham bor. Zo'ridan katta tushgan sanuzlar kichkina. Berimizda yana bir xonasi bor. Ya'ni diski komnata desak ham, spalnya desangizlar ham bo'ladi. Zo'r berimizda aynasi, perdelar qo'yilgan, ajoyib polit turibdi. Patologdan chiroyli etib zetganlar. Oyoq tiyini aytib o'tganimizdek laminat pol gilamlar tashalgan bo'ladi. Tak, hurmatli yurtdoshlar, shunda ikkinchi qavatimizga chiqamiz. Zinalarni ahamiyat bering, zo'ridan, yaxshisidan qo'yib qo'yibdilar zinalarini. Yine ikinci qavat birinde aynalar ham bor ekan, shunday zo'rini az ko'rsatamiz. Hurmatli yurtdoshlar, ikkinchi qavatdan chiqdik. Shu yerimizda yana shunday katta lyustralar qo'yilgan. Zinadan chiqib kelishimizda tak chap qo'limizda bu xonamiz, o'ng qo'limizda bu yanda bu xonamiz. Bu xonamizda esa yana bir diski komnatamiz bo'ladi. Katta tushgan keng, kichkina emas. Ko'rib turganlaringizning birinde zal deyim bir katta dolani, plus bu yana chiqamiz balkonga. Perdeler yaxshisidan qo'yilgan, lyustralar. Şöyle bemalol oturup teşkil etib otursam bo'ladi. Bir dona televizor qo'yilib beradi. Birimiz esa yana bir zali bo'ladi. Katta tushgan kichkina emas zalimiz ham lyustralarning yaxshi sifatli originalidan qo'yilgan. Perdelerimiz ham zo'ridan qo'yilgan ekan hurmatli yurtdosh. Yaxshisidan qo'yilgan. Aynalarimiz ak ayna bo'ladi. Originalidan qo'yilgan hamma narsalar.
eshiklarimizni aytib o'tdik. Yanımıza keladigan bo'lsak, bir narsaga ahamiyat beringlar. Birinchi qavatdan, ikkinchi qavatdan sanuzellar bor. Berimiz ham shu oyoqdagilari kafe, Dapatalokadan kafe qilinib, chiroyli hamma sharoitlari bor. Berimiz yana bir katta spalnisi bo'ladi. Görüp turganlaringizni joyimiz akkuratli bo'lib turibdi, hurmatli yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, joyimizning narxina keladigan bo'lsak, zudlik bilan arzon narxda sotiladi. Narxi ekranda yozib qo'yamiz, narxini. Shuning joy so'rab turgan donishmandlarga tashakkur qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.